Qadrli obunachilar, jigarlarim, puli arzon Damas ko'rsatak degan akalarimiz mana 2007-yilda ishlab chiqargan 975 ming kilometr yurgan ekan. Kraskasi Radno deb aytayapti. Mexanika $3000 kami bor deyapti. Benzin ekan. 99 209 4019 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Mashinani ko'rsatib o'taman. Gaz yo'qmi buni? Yo'qmi? Metan gazi bor-a? Gaz benzinga. Ha, gazga benzinga yuravergan mashinamiz mana. Damas 2 mana chexollar bor, bari bor. Normal holatda chexol poli qilingan, rilonni tashalgan. Gaz baloni bor. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Yaxshi holatda. Bitan gazlar bor. Bozor qancha qildi uka buni? 8 bo'lishi kerak. Bozor qancha qildi? Bozorga 2,5 qildi. 2,5 qildi. Ozgina qo'shsa ketadi hozir. Mana nomerga aloqaga chiqishadi. Mana shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar mana. 99 209 4009 2007 yili. Lekin mashina yaxshi holatda, dehqonchilikka minsa bo'laveradi mana. Kira qilaman desam bo'lar, yo bu yoqqa qarab qo'ysiz. Damas machag'i ham Damas. Damasni yaxshi holatda ekan. Bozorimiz. Navbatdagi Damasimiz mana Damas 2 2009 2009-yilda ishlab chiqqan 435 ming kilometr yurgan ekan. 4 ta yumshoq baloni bor, motor hadovoy korobka joyda. Mo'stovoz yo'q. Yo'q. Ha, kraskasi qanaqa aka? Kirasiz 30% bor. O'zingizlarkimi? Tirishlaydi bizda. Tirishlaymi? Ha, puli qanaqa aka buni? 3300 dan tushib beramiz. 3300 kami bor, xudo xolasa. $3300 kami bor deb aytishyapti. Damas 2 mashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 4 ta yumshoq balon bor. Motor hadovoy korobkaga xudo xolasa javob ekan. Mo'sta ovoz yo'q deyapti. Mashina qayerdagi aka? Andijongacha shahar. Andijon shahardagi ekan mashina. Ichki holatlari zo'r ekan. Nomeringizni aytib bersak? Telefon nomeringiz. 33lik 107 10 23 raqamlarga aloqaga chiqib, puli bo'lsa ham bank chiqaradi. ha, $1000 puli borga qolganini bank qilib chiqaraverasizlar. Buni qancha pul beradi bank bunga? 2000 beram? Asolar beradi, 28 million beradi. 28, demak 2000 chiqar ekanda. Bo'ldi, 2000 pul chiqar ekan. Cheres bank ham chiqarar ekan akalar. $1000 puli borga mana Damas bir 2009-yilda ishlab chiqargan. Ichki holatlari mana chekol polilar hamma yo'q bor qilingan. Mashina yaxshi holatda ekan akalar. Baronimiz bor 98. Ha, navbatdagi Damasimiz Damas 1 ekan mana qizil rangda bardovoy deydimi? 4 ta yumshoq baloni bor. Buni ham hadovoy motor korobka, mos hamma joyda. Mos ovoz yo'q buni ham. Sarpal bo'ladi. Sarpal bor endi. Yili necha edi? 98 ha. Puli qanaqa buni? $2000 kami bor aka. $2000 kami bor. Tikoni puliga ekan, Tikoni puliga Damas 1 mana. Tikodan ko'ra mana ancha odam ham ko'p siqadi, yuk ham tashingiz bo'ladi aka mana. Chexollar mana o'zingiz qarab olasiz, o'zingiz didingizga moslab, xudo xolasa mana. Polik tashab qo'yibdi lekin. Ichki holada pardalari bor. O'zingiz qoraytirib, didingizga moslab qo'ying. Lekin hamma yo'g'iga polikni yangidan tashab qo'yish. Jupiga sotamiz. Mashina zo'r ekan mana. Nima gap aka? Mashina yaxshi holatda mana. Tuzuk, adirga dehqonchilikka minsa ham bo'laveradi. Aka deb nima qilaverasiz? Qancha qildi bozor aka bu? 15 millionga bermadi aka. 15 million? Qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Bo'ldi, mashina siznikimi? 19 bor aka. Mana. Ko'raverasiz. 19 bor. Bunga telefon nomeringizni aytib bersa? Ha? Telefon nomermi? Ha. Yozing 95lik 95 026 012. 1012. Bo'ldi, Kecha 9dan keyin bezovta qilmasa bo'ldi. Bo'ldi, soat o'chirib olaman. Bo'ldi, 9 dan keyin telefon qilmaysizlar ekan. Yaxshi holatda mana. Damas bir istalgan kelarga jo'natib qo'yamiz buni. Azolar endi o'zim variantdan chiqarib odamga. Qancha pul borga berasiz endi buni? Variantga bo'lsa. 800 bo'lsa kelishamiz-da. 800-900 ming pul bo'lsa, variantga chiqaradi. Kelishamiz-da. Bo'ldi. O'zi narxi qancha edi? $2000 kami. $2000 kami bor. Bo'ldi. Motorlar hozir ishlab turibdi, yaxshi holatda. Bo'ldi. Akalar bemalol Damas 1 mana. Jigarlar sizlarga endi dehqonchilikka minasizmi, Sholpayaga ham adirga minasizmi? Bosorasiz. Endi yangi 25 namaz olib adirga minmaysiz, mana tayyor mashina. Dehqonchilik. O'zingiz kim aytashinglar? Navbatdagi Damasimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan, narx pulga $3200 ekan, narxini boshda aytib qo'yamiz. Mashinamiz holatlari yaxshi holatda ekan mana. Maloshniy rangda mashina.
poliklar tashlab qo'yibdi. Ichki holatlari yaxshi ekan mana. Polik. Mashina mana orqa tomondan ko'rinish holatlari mana. Mana ichi. Ko'ra olasiz mana. 4 ta yangi balon qadab qo'yibdi, 12 balon. Ishga tayyor ekan. Kira qilasizmi, boshqa qilasizmi mana. Mashinamiz 705 ming yurgan ekan. Mashina yaxshi holatda. bor ekan. Korobka motori zo'r. Korobka motori zo'r, faqat most ozgina ovozi bor. Boshqa kamchiligi yo'q xudo. Kraskasi ham bor, 30% edi. 20% kraska bor. Dokumentdan muammo yo'q. Yo'q. Nima dokument bo'ladi? Naqd pulga 3200. 200 ham bor. Qancha puli bor variant chiqaramiz? 1,5 ming. Ashna olib qo'ying bir yo'li. 1,5 ming puli borga variant chiqaramiz. 1,5 ming puli borga deya, 1,5 ming pul bersa aka. Ha, mana 1,5 ming pul bersa, 6 oyga 3300 dollar bo'ladi. 1800 bo'ladi. Aha. Keyin 1 yilga 3700 dollar bo'lar ekan. 2200 bo'ladi. Telefon nomerlari 93 411 60 15 raqamlariga ustalarni ko'rsatib, kelishib, sinab ko'rib, keyin pul sana olasizlar ekan mana. 2010 mana, Damas 2. 2009 dan bilaman. Bu 2009 mi? Bunisi 2009-yil ishlab chiqarilgan Damas 2 mashinasi mana. Oldi holatlari mana narmanli turibdi mana, tikka turibdi. 4 ta yumshoq baloni bor, gap yangi balon. Aka, buni motor hadovo yaxshimi? Mostigacha zo'r aka. Mo'sta ham ovoz yo'q bunda. Giram. Kraskasi qanaqami? Kraska bu 30-40%. 40% kraskasi bor. Butun mashina faqat sevib bo'lgan, butun aka chaqiradi. Gazlari bor. Gazi bor aka. Benzinga gazga yuryapti. Ammo aka benzinga bilmayman, olgan bir hafta bo'lgan aka, tirikchilik menga. Ha, bo'ldi hisob. Puli qanaqa buni? Yangiroq? Puli 3300 kami bor aka. 3300 kami bor. Bunga ham nomer aytib bersa? 97lik. 97lik 964 964 58 58. 28 2800 ga bermadim aka. 2800 ga bermaysiz. Qo'shilsa ketadi, xudo xohlasa. Bo'lmagan. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqib bemalol mana Damasni. Olmaganlar bezda qilmasin aytib. Ha, mashinani olmayman deganlar, haligi nima deydi? O'z-o'zi telefon qilmasin deb bekorchilar. Olaman degan jiddiy niyatdagilar telefon qilsin. Olaman shu mashina menga yoqdi deb puli borlar, endi uzru 403 ming kilometr yurgan ekan. Mashina holatda yaxshi ekan, tikka ekan. Butun ekan, kraskasi yo'q ekan, ulanmagan ekan. Cho'klar joyida ekan. Mashina yaxshi holatda ekan mana. Bosinglar mana. Puli arzon, puli yengil Damasda yurgan akalarga jo'natib beramiz. Ve jigarlarim, qadrdonlarim, men sizlarga Andijon mashina bozoridan tiniq Damas topib qo'ydim. Damas 2 mana 2014-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Kraskasi top-toza. Benzin, gaz yuradi, hadovoy, motor, mos, korobka, hamma yo'q zo'r. Ideal holatda. 176 ming yurgan. Halol. Halol. 170. Bir qo'l minili ham. O'zi videoni aytib beradi. Tikka mashina ekanda, bir ajoyib odamni o'zi tortyapti-da. Mashina mana ideal holatda ekan, vaqtim go'zal ekan. Yili eski bo'lsa ham o'zi zo'r bo'lsin, tiniq bo'lsin deganlarga mana akalar poliklar bor. Chexollar mana yangi zavod singari turibdi. Ehtiyot qilib, avaylab minilgan ekan. 176 ming kilometr yurgan ekan. Mashina lekin yaxshi holatda ekan mana. Kiraq sezam bo'laveradi mana, ishga sezam bo'laveradi. 25-24 qana yursa, qana yuradi. Ol yangi 25-24 yurgan joyga bu ham boradi deb aytibdi. Bu Damas'ni kayfini bilgan indamay olib minaveradi. Damas'ga tushungan odamchi buni ko'rib turib tars oladi. To'g'rimi aka? 24 qana yursa, xuddi shunday. Puli qanaqa ekan qizig'i? Bo'ladiganini aytib beraman. Bo'ladiganni, oladiganni 4,5 mingga beramiz. 4500 dollar. Bozor qancha qildi aka o'zi? 43 pul erishdi. 43 pul erdi. Qo'shilsa ketadi. Ikkovsini savdo qilishdi. Bittasi 13 bugun oldi, yaxshi mashinani. Shunga yengilroq. Dinasi bormi orqasida? Ha, bor. Barakada bo'ladi. Xudo qilib beramiz. Bunisi 4,5 ming. Bunisi 4,5. David, notariusda bo'lsanaveradi. Ha. Любой dokument bo'laveradi. Xohlagan dokumentni top. Mana bunga nomeringizni ham shaharda mashina. Nomeringizni aytib bersam menga? 97lik. 97lik 057 057 13 23. 13 23 raqamlarga aloqaga chiqarsin. Bor, mashinalarimiz ko'p. Xohlasa variantga ham bera olamiz. Ha, bu qancha puli borga beramiz? Oxiri 2000 puli bor. 2000 puli borlar, bemalol telefon qila olsin. Bo'laveradi. Qanday choygacha beramiz buni? 6 oygacha beramiz. 6 oygacha berilaveradi. Bo'lib to'laveradi xohlasa. Oymoy to'lab beramiz. Oymoy to'laverasizlar aka. 4,5 ming dollarga mana Damas 2 o'ta ideal holatda tikka ekan, kraskasi top-toza, motor hadovoy korobkasi joyida. 4 ta yangi yumshoq baloni bor, qalpalar qo'yib, chexol poylar qilib, mehr berib qo'yishibdi akalarimiz. Xo'p. Buni keyingi Damas necha yil aka bu? 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ozgina
Orqa sidiniyasi qo'shib berilar ekan barakada. Sidiniyalar mana Lacetti sidiniyalar ko'p qo'yibdi. Barlarimiz bor. Chexol bor, poliklar bor. Yurgan masofasi 251 ming yurgan ekan. 2013 da emas, 4 ta yangi baloni bor mana. Old tomondan ko'rinishi mana. Mashina xudo xolasa yaxshi holatda. Aka buni kraskasi qanaqa buni? Motor, hadavo, korobkalar, moslarda ovozi yo'q. Zo'r, hamma yo'q zo'r. Ideal xolos. Jicha mehr talab xolos. Orqasida ozgina mana. Ozgina kraskasi bor. Kraska yo'q. Ha. Kraska yo'q. Kraska bo'ladigan. Ha. Lekin qilinmagan. Ha, bo'ldi. Mashetga sanaqa oq nakliga tortib qo'yib, mashetga petno tushib qoladi. Mashetga ozgina petno tushar ekan. Lekin suvagi butun. Orqa oldi pichat. Ha, mashet xolos. Mashet xolos ekan. Boshqa aybi yo'q ekan. Gazlari bor. Hamma yo'q. Gazga benzin yuryaptimi? Yuradi. Kraskasi toza buni. Buni puli qanaqa endi aka buni puli? Pulni yangiroq qilib bering endi obunachilarimiz o'zimiz xalqimiz minarma joylar o'zimiz borlariga. Buni 4 Bo'ladigan. 4000. Bozor qancha qildi o'zi buni? Bunga 38 pul. 4 pas bo'lmaydi. Yo'q. Bering endi minarmanlarga 4 pasiga. 4000 ga sizga aytdim. Ha, bo'ldi. Biz obunachilarga bemalol Qolganiga kamini qilib beraman deb aytdim. bo'laveradi. Buni ham notariusda pul sanaydi. Bu ham notarius. Varianti hech qanday yo'qmi? Buni varianti bera olaman. Qancha puli bor? 2000 puli bor qilarsin. 2000 dollar puli borlar bemalol aloqaga chiqarsa 2013-yil ishlab chiqargan motor hadavo korobkalari joy-joyida. Ozgina petno joyi bor ekan, 4 ta yumshoq balon qilish kerak, petno qilib qo'yish kerak ekan. 4 ta yangi yumshoq baloni bor ekan, kalpalar joyida, orqa sidiniyasi ham bor, qo'shib berilardi. Oldiga Lacetti sidinami qanaqadir sidiniya qo'yib qo'yishibdi. Moshina lekin yaxshi holatda ekan, chexoli shunaqa ekan. Lekin yaxshi holatda tikka ekan. 4000 dollar kami bor ukam deyapti ekanmiz. 4000 ga beraman. 4000 ber. Ha, bo'ldi. 4000 dollar taqalgan ekan. Bo'ladigani 4000 dollar ekan. Naligi 4.5 buni 4000. U 2015 a 14, 13. Bunga nomeringizni aytib bersa bunga? 97 lik 057 057 13 23. 13 23 raqamlarga akamizga aloqaga chiqib bemalol to'liq ma'lumotni olib, tag'ordi qilib, Damas'ni olinglar, bosinglar. Tanlov o'zingizlardan 14 13 mana. 176 ming halol yurgan deb aytayapti mana. 14-yil holisiz 13. Tanlov o'zingizdan mana. Qarab ko'rib, gaplashib kelishib oladi. Bu 251 ming kilometr yurgan ekan bu. Halolagan o'zini yurgan ekan. Ha, o'ziniki ikkovsini ham o'zi. Nariga turgan mashina aka. Bu endi mehnat, faqat o'zi eshali. Akamiz mingan, nohot qurish akamiz. Faqat o'zini ishiga mingan. Xolos. Ana shu sinasi yo'q. Bemalol aloqaga chiqinglar. Andijon mashina bozorida mana ikkita Damas, 14-yil, 13-yil tanlov o'zingizlardan. Xohlaganlarda xarid qilib, gazini bosib olasiz. Xohlasanglar kiraga, xohlasanglar boshqa narsaga yuk tashigan olsanglar bo'laveradi. Gaz benzin yuradi. Navbatdagi mashinamiz Damas 2 mana mehr berib chiroyli qilib tuning-puninchalar qilib qo'yishibdi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q deb aytibdi. Sidinalar o'ta go'zal ekan. Motor, hadovoy, korobka, mosta ish yo'q aka. Joyda ekan. Ish holati mana. Poliklar bor mana. Chexollarni chiroyli go'zallanib qo'yibdi. Mehr berib chiroyli qilib qo'yishdi. 337 ming kilometr yo'l yurgan ekan. Toza ekan mana. Shumka qilingan ekan. Aka puli qancha buni endi? 4.5 ming kami bor. 4500 kami bor xudo. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 20%, 25% bor. 25% kraskasi. Pardozlagan sepilgan. Motor, hadovoy, korobka, mostovoz yo'q. Hamma yo'q joy-joy. Ideal. Dokumentdan muammo yo'q. Muammo yo'q. Notariusda pul sonaveradi. Ha, bemalol. Qancha deysiz? Bo'lish qanaqa? 4.5 ming o'tib beramiz. Bozor qancha qildi aka? Bozor 38. 34 tozash 4 ga o'tib bering deb. 4 pasi bitami aka? Aslida so'rashyapti. 4 tepasi bitadi xudo xohlasa. Nomeringizni aytib bersak? 91 91 lik 485 485 2100. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, mana shu Damas bemalol xarid qilishlari mumkin. Mana eshitdinglar, hamma ma'lumotlarni egasidan to'liq ma'lumot olasizda. Bemalol bosib oladigan joyi mana. Olib kira qilsangiz ham bo'ladi. Normalniy yaxshi holatda ekan. 2013-yil ishlab chiqarilgan malosh rangdagi Damasimiz. Navbatdagi Damasimiz 2017-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ozgina joyda kraskasi bor-a? Bitta kapalaydi. Bitta kapalayda kraskasi bor ekan, xolos. 4 ta yumshoq baloni bor, sakadiz qalpalari bor ekan. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Ichki holatlarini ko'rsatamiz. Ichki holatlari, chexollari chiroyli qilib tikib mehr berib qo'yishdi mana. Barimiz bor. Bunaqa qilchalardan qo'yib qo'yishibdi. Magnitofonlar bor, gaz baloni bor, xudo xolasa. Poliklari bor mana. Ichki holatlari yaxshi holatda ekan. Orqa tomonda mana ko'rinish holatlari.
Mana bemalol ko'raverasizlar, ichki holati yaxshi mana. Mana polini ko'rsatib ekan deganlarga mana poli top-toza mana. Chirigan, pirigan joyi yo'q mana. Xullas orqa oldi pechat ekan. Yaxshi ekan. Qancha yurgan ekan? Bu 224 ming yurgan ekan mashinamiz. Aka puli qancha endi buni? Buni 5000 dan tushib beramiz. 5000 dollar kami bor xudo xolasa. Bozor qancha qildi buni? Bozor 4650 qildi. 4650 qo'shilsa ketadi. Ha, jichepcha siqoli qo'shilsa ketadi. Hop. Nomeringizni aytib bersa bunga? Ha, 90 90lik 545 545 1981 1981 33lik 33lik 281 281 62 60 62 60. Shu raqamlarga akaga bemalol aloqaga chiqib, bemalol mana shu mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Yaxshi holatda ekan, kraskasi toza deyapti. Ozgina joyida kraskasi bor ekan. bizdan 19 davom ettirib Ha, bundan keyin 2019 bor ekan, yana bittadan emas. 4 ta yumshoq balon, yangi baloni bor ekan, qalpoqlar qadab qo'yishibdi, chexollari bor ekan. orqa kirillo. Orqa kirilloda kraskasi bor ekan. Qolgan joylari yaxshi ukan deyapti. Bo'lik tashab qo'yishdi, mana chexollar bor, vali bor. Mana chexollarni chiroyli qilib tarbiyalarga ham tashab qo'yishibdi. Funti ham bor ekan aka buni. Aynan qanaqa buni? Aynan knopka emasmi buni? Ha, aynan knopkada tushib ko'tarilib tushirar ekan mana. Mashinaning ichki holatlari mana akalar. Patolog qismlari. Anaqa joyda mana safety bor ekan. Kirani qilib pulni mana shu bekitaverasiz ekan mana. Mahkam qilib kalitini olasiz mana. Nimaga past dedi? Damaschilar pulni yoryapti-yu mana. Mana shuning uchun safe'lar qilib qo'yishdi pul ko'pligidan. Mana akalar, tayyor mashina. Aka bunimiz puli qancha? 5,5 dan tushib beramiz. 5500 kami bor xudo xolasa. Bozor qancha qildi buni? Ko'rsatdingizmi? Hozir yurgani ko'rsatamiz. Nomeringizni aytinglar bunga ham. Bunga ham bir xil ashi. Ha, bo'ldi. Hozirgi nomerga aloqa qilib. 545 90lik. Bo'ldi. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqib, akamdan to'liq ma'lumot olaversan, men hozir yurgan kilometrni ko'rsataman. Mashinamiz yurgan probeglari 179 ming yurgan ekan mana. Mashina ichki holatlari hamma yo'g'i mana ideal ekan. Olib kirani bosib soqqani qiladigan joy ekan mana. Mana. Tayyor Damas. Uni yurgan ko'rsatdik. Buni bo'lish qanchaga beramiz endi aka? Obunachilarga. Bo'lishi endi telefon qilishaversin, gaplashamiz. Telefon qilaverasiz ekan bemalol. Notariusda pul sanaydi. Faqat naqdga chiqadi. Telefon qilaversin, nasiya savdosi yo'q. Bo'ldi. Telefon qilaverasiz ekan akaga. Bankka yordam qilaveramiz. Bo'ldi. Bankka yetmay qolsa yordam qilaveramiz deb aytishyapti. Bosaverasizlar mana ikkita Damas. Tanlov o'zingizlardan. Bu 19 a? Bu 19 17. 19 17 mana. Tanlov o'zingizlardan. Bemalol mana xarid qilaverasizlar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar akalar.